6 oyni mo'ljalladik, lekin 6 oyga umuman ulgurmasligimizni bildik va 3 oyga keyingi juda ham qattiq ishladik. O'sha 3 oyda esa hattoki uxlamadik desak ham bo'ladi. Agar uni tikishda hamma bitta joyga o'tirsa, qishning kunida hech qachon ulgurmas ekanmiz. Shuning uchun o'ylab ko'rdikki, yana shuncha tikkan narsamizni, materialni yana bo'lib chiqdik. Bo'lib chiqib, qanday ayollarga qanday qulay bo'lsa, o'shanda tarqatib chiqdik. Bu yerda asosan biz shers iplardan foydalandik. Chunki shers ipimiz yomg'irda ham, quyoshda ham bir xil rangda turishi uchun bizga shu narsa qo'l keldi. 25 ga 6 so'zani tayyorlashda qariyb 80 metr material satin matosi ketdi.